Xitoyning yaqinqi yillardan buyon Uyg'urlarni butkul millat gavdasi bilan bostirishni nishon qilishi, buning bilan tanqadamda Sharq Turkistonning janubidagi rayonlarini Xitoyning ichki o'lkalariga bevosita bog'laydigan havo yo'li, temir yo'li va tosh yo'l qurilishini zo'r darajada kuchaytirishi uning maqsadiga nisbatan gumon qo'zg'ab kelmoqda. Xitoy hukumat xabar taratqullarining xabar qilishicha, Uyg'ur elidagi Teknomakan qumliqini aylanadigan temir yo'l aylanma liniyasining Xotan chaqliq bo'lagida 6-oyning 16-kuni rasmiy qatnashga boshlangan. Teknomakan qumliqini aylantirib yasalgan temir yo'l aylanma liniyasining umumiy uzunligi 2712 kilometr bo'lib, bu dunyodagi tunji qumliq temir yo'l aylanma liniyasi bo'lib qolgan. Bu temir yo'l aylanma liniyasining Xotan chaqliq bo'lagining umumiy uzunligi 8 kilometrdan oshadi ekan. Ukrainadagi urushning tez sur'atda davomlashishiga ergashib, Tinch okeanda dunyoni bearam qilgan xabar keldi. Xitoy generallari va amaldorlari qatnashgan yig'inga mansub bo'lgan ovozli xotirlar oshkorlandi. Yig'inda Xitoyning Tayvanga tajovuz qilish plani to'g'risidagi diqqat tortgan uchurlar o'tirg'i chiqdi. Angliya Quyosh gazetidagi xabarlarga qaraganda, bu yig'indan ilingan bir ko'rinish Amerikada yashaydigan Xitoy o'qituvchilari tomonidan oshkorlangan. Egilishicha Xitoy doiralari bu yig'inda 140 ming askardan tarkib topgan tajovuzchilik planini muzokara qilgan. İran rasmiy organi Ernada e'lon qilingan xabarga qaraganda, Prezident İbrahim Reisi Sadabad sarayida Tehronga rasmiy ziyorat kelgan Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev bilan ko'rishgan. Reisi bilan To'qayev rayon masalasi va ikki taraflik munosabatni muzokara qilgandan keyin ikki davlat orasida bir qator kelishimlarga imzo qo'yish murosimi o'tkazilgan. İki davlatning ministrlari qatnash transporti, energiya, madaniyat, dehqonchilik, savdo iqtisod almashtirish va boshqa sohalarning taraqqiyotini o'z ichiga olgan 9 tushunish eslatmasi imzolagan. Ray sinash natijasidan ayon bo'lishicha, Fransiyada o'tkazilgan cho'ng saylovning ikkinchi aylanmasida Prezident Emmanuel Macron boshchiligidagi Ansambl ittifoqi davlat majlisida ko'p sonliqni qo'lga keltirolmagan bo'lib, 200 dan 260 kishi bo'lgan o'ringa erishishi mumkin ekan. Finlandiya prezident ishxonasi e'lon qilgan bayonotda, Finlandiya, Shvetsiya va Turkiya o'rtasidagi rasmiy darajadagi suhbat 100 yilda Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti kotibiyat boshqarmasining sohibxonlik qilishi bilan davomlashadi deyildi. Xitoy Davlat Kengashi Hong Kong alayida ma'muriy rayonining bosh ijroiya amaldori bo'lib saylangan John Lee Ka-chioning kabinetiga tayinlanmoqchi bo'lgan ismlarini tasdiqladi. Yerlik taratqularning xabariga qaraganda, Beijing hukumatı 7-oyning 1-kuni vazifaga o'tiradigan Lee tayyorlagan 26 kishilik kabinet tizimligini tasdiqlagan. Egilishicha, Lee'ning kabineti hozir Karilamga o'xshashlar Xitoyparast siyosiyonlardan tashkil topgan.